Farg'ona shahridagi 3 ta bog'chada 62 nafar bola o'tkir diareya bilan shifoxonaga yotqizildi. Bolalar bog'chani ovqat bilan ta'minlovchi firmadan kelgan ovqatdan zaharlangani aytilmoqda. Bu haqda 2 kundan buyon ijtimoiy tarmoq yozyapti, lekin xabarlarda bolalarga ovqat yetkazib bergan firmaning nomi ikkinchi planda aytilyapti yoki umuman firma nomi eslanmayapti. Bolalarga sifatsiz ovqat keltirgan firmaning nomi Garden Catering. Garden Catering mas'uliyat cheklangan jamiyat. Yaxshiyam mas'uliyat cheklangan ekan. Xabarlarda bu firmaning rahbari va ta'sischisi kim ekani deyarli aytilmayapti. Bu kamchilikni mana bugun biz to'ldiramiz. Firma 2024-yil iyun oyida ro'yxatdan o'tgan. Uning rahbari Bozorov Iqboljon, Farg'ona viloyat hokimining qarindoshi va ayni shu Bozorov firmaning ta'sischilaridan biri. Ikkinchi ta'sischi esa turkiyalik Yildirim Adam ismli kishi. Biroq Garden Catering mas'uliyat cheklangan jamiyatning avvalgi rahbari va ta'sischilari butunlay boshqa odamlar bo'lishgan. Bu firma o'zi qachon, kimlar tomonidan tuzilgan, firma qanday qilib viloyat hokimining qarindoshi va Turkiyada hech kim tanimaydigan bir ta'sischiga o'tib ketgan kabi savollarga javobni lavhamizni ko'rgach bilib olasiz. Demak, Farg'ona viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasiga 60 nafardan ortiq bola yotqizildi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi ma'lum qilishicha, 21 fevral kuni Farg'ona shahridagi 2, 58 va 61 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining jami 62 nafar tarbiyalanuvchisi tana harorat ko'tarilishi alomatlari bilan shifoxonaga murojaat qilgan. Bu voqeaga bir necha kun bo'ldi. Ehtimol bolalar allaqachon uylarida o'ynab yurishgandir. Lekin loyqa suvini tindirsangiz, loyqa hech qayerga ketmaydi. Loyqa suv turgan idishning tubiga cho'kib qoladi xolos. Suv biroz chayqalsa, loyqa yana qo'zg'aladi. Nima uchun loyqa suvni esladim? Chunki Farg'onadagi holat bu birinchisi emas. Va xavotirli tomoni shundaki, bu oxirgisi ham emasga o'xshaydi. Avval ham Toshkent viloyatining Piskent, Bo'ka, Bekobod, Quyi-Chirchiq va Oqqo'rg'on tumanlarida, keyinroq esa Jizzax viloyatining Forish tumanida bolalar ommaviy zaharlangani qayd etilgan. Har gal sabab sifatida sut va sut mahsulotlari tilga olinadi. Biroq bu voqealarda takrorlanayotgan jihat muammoning har safar sanitariya yoki alohida mahsulot bilan cheklanib qolishi. Ovqat yetkazib beruvchilar qanday tanlangani, nega ayrim kompaniyalar doim bir xil hududlarda ishlayotgani va nega ular qayta tenderlarda g'olib bo'layotgani esa javobsiz qolmoqda. Davlat idoralarida ovqatlanish outsourcing orqali tashkil etiladi. Oshxonalarni, bog'chalarni o'zi emas, davlat xaridlari orqali tanlangan xususiy kompaniyalar, firmalar boshqaradi. Tahlillar esa tenderlar rasman raqobatli ko'rinsa-da, amalda ko'p holatda finalga doim bir xil ishtirokchilar chiqishini ko'rsatadi. O'zbekistondagi tenderlarni qanday o'tishini siz juda ham yaxshi bilasiz. Tenderlarda, ayniqsa davlatdan pul ajratiladigan ijtimoiy loyihalarning tenderlarida korrupsiya avjiga chiqadi. Bog'chalarga ovqat yetkazib berish ham davlat xaridlari bilan bog'liq va bu sohada katta pul yuradi. Shuning uchun outsourcing tizimida bo'layotgan tenderlar har doim ham halol o'tkazilmaydi. Bunday tenderlarga hokimlar, prokurorlar aralashib, o'ziga qarashli firmalarni g'olib bo'lish uchun qo'llaridan kelgan ishni qilishadi. Hech bo'lmaganda g'olib firmalar ta'sischiligiga o'zlarining o'sha birorta tanishi, qarindoshlarini tiqib qo'yishadi. Bu tizimda korrupsiya shu qadar rivojlanganki, ayrim shahar va tumanlarda barcha bog'chalarga ovqat yetkazib berish bitta kompaniya qo'liga topshirilgani mahalliy nazorat organlarini hushyor torttirmaydi. Masalan, Samarqand shahrida 99 ta davlat bog'chasi bittagina yetkazib beruvchiga bog'langan. Bu esa tizimda haqiqiy raqobat bormi yoki u amalda yopiq ishlayaptimi degan savolni ochiq qoldiradi. Farg'onada bolalarni zaharlagan ovqatni yetkazib bergan catering firmasi haqida ko'p joyda aytilmayapti. Aytilsa-da silliqqina bo'lib o'tib ketadigan qilib eslanyapti xolos. Chunki Farg'onada bog'chalarga ovqat yetkazib bergan firma ortida ta'sir o'tkazishga qodir, qudratli insonlar turibdi. Keling, hozir sizga o'sha firma haqida biroz gapirib beraman.
Farg'onada bolalar Garden Catering Trade MCJ yetkazib bergan ovqatdan zaharlanishdi. Bu firmaning nomi Farg'ona viloyatida so'nggi 2 yil davomida bahsli voqealar markazida bo'lib kelgan. 2023-yil kuzida Farg'ona viloyatining Quvasoy shahrida sog'lom taom, sog'lom millat konsepsiyasi asosida yangi catering loyihasi ishga tushiriladi. Loyihaga ko'ra ayrim bog'chalar uchun ovqat markazlashtirilgan holda ilmiy asoslangan ratsion bo'yicha tayyorlanishi kerak edi. Hujjatlar ishlab chiqilgan, obyekt qurilishi boshlangan, chet eldan uskunalar keltirila boshlangan. Loyiha mualliflaridan biri ijtimoiy tarmoqda hamma taniydigan bolalar shifokori Muazzam Ibragimova. Uning aytishicha, u Quvasoy shahar hokimligi vakillari bilan Turkiyaga borib, u yerdagi zamonaviy catering tizimini namuna sifatida ko'rsatgan. Avvaliga loyiha mahalliy hokimiyat tomonidan qo'llab-quvvatlangan, yer ajratilgan, investorlar jalb qilingan, ishni tezlashtirish bo'yicha viloyat hokimiyatidan ko'rsatmalar berilgan. 2024-yil aprel oyida Quvasoyda Turan Catering International qo'shma korxonasi tashkil etiladi. Pakana qishlog'ida 2000 kvadrat metrli obyekt qurilishi boshlanadi. Korxonada turkiyalik ishbilarmonlar 50%, loyiha muallifi Muazzam Ibragimova 10% ulush bilan qatnashadi. Qolgan 40% ulush bilan esa Quvasoy shahar hokimining qarindoshi firmaga ta'sischi bo'lib kiradi. Birorta firmaga hokimning qarindoshi ta'sischi bo'lib kirdi, tamom. O'sha firma keyinchalik yo'q bo'lib ketishga mahkum. Bu mening shaxsiy fikrim. Loyiha muallifi Muazzam Ibragimovaning taniqli Kun.uz saytiga bergan video intervyusini eshitsak, hammasi oydinlashadi. Undan keyin Quvasoyga qaytganimizdan keyin hokim chaqirtirib, Muazzam opa shular chaqirib, shuni ochaylik, rosa maqtashdi dedi. Zafarbek To'raqulov. Men aytdim, mayli, lekin bu ishni biz o'sha yerda haligi mutaxassislar bilan anchadan oldin gaplashib yurdik. Rostdan ham shu loyihani amalga oshirish yo'llarini o'ylab yurdik-da. Keyin xursand bo'ldim dedim, sizni qiyofangizda millatparvar bir amaldorni ko'rdim. Men millatparvar bir haqiqatdan bir bolajon insonni ko'rdim dedimda, keyin o'zlari bilet olib berib, uni chaqirishdi. Ikkita mutaxassis sarmoyador keldi. Hokim bilan suhbat davomida endi aytdi, mana o'zi hisoblab chiqing, opa, daromadi qanaqa? Shuni qilaylik, lekin meni miyamda daromad emas, loyiha turuvdi-da. O'shaning uchun gaplariga ham e'tibor bermasdan, bo'pti, qilamiz shu ishni dedim. O'zingiz amalga oshiraverasizmi dedi, o'zim qilaman dedim. Bular bilan birgalikda. Pulingiz bormi dedi, bor dedim. Va shundan keyin joy ko'rishni boshladik. 500 kvadrat metr bizga joy yetarli edi. Shaharda bir qancha joyda ko'rdik, lekin qaysi joyligini aytsam, opa, bu zo'r loyiha, iloji boricha yurt rahbarlariga ko'rsatish kerak, lekin siz topgan joy xaroba. Bu yoqqa men masalan na viloyat rahbarini, na prezidentni olib kela olmayman. Keling dedi, bo'lmaydi bo'tlar degandan keyin oxiriga to'xtam o'sha Pakana qishlog'idagi sanoat zonasini ichidagi yerga taqaldi. Ya'ni shunaqa o'zaro bir kelishdikki, hokim aytdi, men qurib beraman dedi. Sizlar menga dedi, oyiga $5000 to'lab uni ishlatib yurg'izasizlar dedi. Shunga kelishdik. Loyihani amalga oshirish uchun, ya'ni bolalarni sog'lomlashtirishga birinchi qadamni qo'yish uchun mayli hokim tijoriy tomonini o'ylayapti dedim. Mayli shunaqa bo'lsa ham mayli 40% bilan kira qolsin deb men o'zim rozi bo'ldim keyin. Shundan keyin ish tezlashib ketdi. Biz Turan Catering International degan qo'shma korxona ochdik. Mas'uliyat xorijiy sarmoyadorlar ishtirokidagi qo'shma korxona. Vaholanki undan oldin ochilgan Turan MCJ, ya'ni biz o'sha turkiyalik hamkorlar va meni oramda ochilgan MCJ bor edi. Ya'ni biz o'sha opa dedi, sarmoyadorlar qo'shma korxonaniga imkoniyatlar ko'proq. Biz dedi, shuni inobatga olingda dedi, SP qilaylik dedi-da, qo'shma korxona qilaylik deb. Bilasiz dedi, men dedi, davlat odamiman, kira olmayman bu ishga dedi, men o'zimning odamimni kirgizaman dedi. Mayli dedim. O'zini odami kirib o'sha aytganimdagi Jo'rayev Elbek Vohidjon o'g'li. Ming afsuski, u odamni biz yosh bola o'sha Turan Catering International registratsiyadan ro'yxatdan o'tayotgan joyda, ya'ni yagona darchada ko'rdim xolos. Keyin ko'rmadim. Undan keyin na ta'sis shartnomasini imzolashga,
na bankda hisob raqamini ochishga topolmadim. Shunday qilib, Quvasoy shahri hokimi Zafar To'raqulov yangi tashkil etilgan qo'shma korxonaga o'zining qarindoshini ta'sischi sifatida kiritib qo'yadi. Ishlar tezlashib ketadi. Turkiyadan korxonaning yuklari kelishni boshlaydi va mana shu yerda Quvasoy hokimi Zafar To'raqulov negadir to'nini teskariga yo'ladi. U Turkiyadan kelayotgan uskunalar uchun o'zlari tomon to'laydigan pullarni o'tkazib bermaydi. Qachon hamma yuklar kelsa, hammasini ko'rib, tekshirib olib, keyin pullarni to'layman deb turib oladi. Quvasoy shahar hokimi Zafar To'raqulov. Va eng ajablanarli tomoni shundaki, hokim Zafar To'raqulov Muazzam Ibragimovaga loyihadan turklarni chiqarib yuborishni taklif qiladi. Men hokimga telefon qildim. Zafarjon, shunaqa biz o'sha turklar o'zini tarafdagi mas'uliyatni bajardi. Endi 40% buni hozir 50% O'zbekiston tarafda. Ikkalamiz bajarishimiz kerak. Shu men qaytib boraman, o'sha hisob raqamni ochib, o'sha Turan Catering International nomidan qolgan pulni chiqarib yuboraylik dedim. Desam, jim umuman javob yozmadilar. O'sha kuniyoq borib ukamga aytgan, qurilish obyektida bo'lgan. Men 1 so'm chiqarmayman, nima deyapsizlar? Men uni qurilishga sarflab yubordim. Qurilishga ko'p ketib qoldi, anonga ketdi, manonga ketdi degan. Keyin aytgan, beradigan bo'lsam ham degan, men dedi, hammasini ko'rib olib, ochib, ko'rib olib, hamma mol kelgandan keyin beraman degan. Va o'sha yerda shunaqa bir g'alati bir gap bo'ldiki, opa nima qilasiz? Bularni pishirgan ovqatini it yemaydi-ku. Shularni narsasini olib o'zini ketkizib yuboraylik. Sotib olib bularni. O'zlaring ishlayveringlar, foyda siz bilan menga bo'ladi. Men keyinda aytdimki, Zafarjon dedim, bular mutaxassis dedim. Bularni men yo'qota olmayman, bu tizimda men ishlata olmayman dedim. Bular programmalar yozdirishdi dedim. Har bitta bolaga individual yondashuv programmalarini yozdirishdi dedim. Bu programmada dedim, oila, bog'cha, korxona, ya'ni umumiy ovqatlanish korxonasi, kasalxona, vazirlik hammasi bitta nimada ishlab har bitta bolani o'sha salomatligini nazorat qilishi mumkin dedim. Ya'ni har bitta ota-ona ham bolasi uchun nima ovqat pishirayotganini ko'radi, nima yeyotganini ham ko'radi. Vazirda o'zi ham kirib ko'rishi mumkin, ya'ni video kameralar orqali. Bundan tashqari dedim, har bitta masalan bolani dedim o'sha kasalxonalardagi masalan deylikki birorta bola kasal bo'lib qoldi. Ertasi kuni biz o'sha bir 10 kundan keyin, 5 kundan keyin kasalxonaga chiqsa, biz o'sha qanaqa ovqat berishni ham bilamiz, uyda qanaqa ovqatlantirishni ham tavsiya qilib boramiz. Desam, men doktor emasman, yig'ishtiring bunaqa safsatangizni, menga bunaqa nimalaringiz kerak emas. Umuman gapirmay qo'yavering, meni bunaqa nimalarga tobi-toqatim yo'q. Xullas, men bermayman pulni, nima qilsalaring qilinglar. Meni aybdor qilmang dedi. Aytdim, siz 3-ta'sischi bo'lib, o'rningizga jiyaningizni kirgizgansiz dedim. Keling, shuni keling hal qilaylik desam, yo'q, men batdagi narsalarni olaman xolos. Xullas dedi, nima qilmang dedi. Xullas, ertasi kuni ular hokimsiz kelib aytishdiki, esingdan chiqar hokimni telefonini. Hokim bilan bog'lanmaysan, hokimga umuman telefon qilmaysan, menga aytishyapti, buyruq beryapti. Esingizdan chiqaring, siz nima qiling dedi. Sizlar nimaga batga keldilar desam, stolga shunday urdida, "Salla ishlaysan, biz nazorat qilamiz." Professional keteringchilarning ishini pardachi nazorat qiladimi? Qaysi qonunda yozilgan? Biz hamma narsani o'ylab, boshdan oxirigacha o'ylab turib, programmalarni tuzib, menga tavsiya beryapti. Xohlasang, xohlamasang go'shtni o'g'irlashga majbur bo'lasan, deyapti. Ammo go'sht 1 gram o'g'irlab bo'lmaydi biz qilgan sistemada. Ya'ni bolani o'zini haqqi, bolaga ajratilayotgan haq to'la-to'kis bolaga yetkaziladi. Majbur bo'lasan o'g'irlagan. Mana agar aldayapti desa, yozuvlari bor, ovozli yozuvi bor. Yoki bo'lmasam sen narxini oshir oldindan deyapti. Kechirasiz dedim. To'g'ri dedim. Juda kam bolalarga ajratilayotgan pul dedim. Lekin men hozir bir ishimni ko'rsatmasdan turib, meni narximni oshirib ber, men bunaqa pishiraman deya olmayman dedim. Balki prezident tashrifidan keyin o'zlari qayta ko'rib chiqishar dedim. Shu bilan keyin xullas yana pul jo'natmayman dedi.
Biz shokdamiz. Zavod, Vital zavodi biz ikkita oyog'imiz bitta etikka tiqyapmiz. Sizga hamma hujjatlarni ko'rsataman. Bitta etikka tiqyapti. Tezroq pulni chiqar, bo'lmasam ikkita tirda ushlab turibman, chiqmayapti, deyapti. Gruziya chegarasiga yetgan ikkita tirda orqaga qaytardi zavod. Pul o'tmagani uchun. Juda xunuk ishda. Hattoki men borib turib o'zimni, masalan, o'zimni chekimdagi 55 ming dollarni chiqarib boraman desam, hisob raqamni ocholmayapman. Turan Catering International nomidan. Chunki 3-ta'sischini olib kel, pasporti bilan kelsin deyapti. Na telefoni, na boshqasi bor. Na o'sha hali ustingdan nazorat qiladi deganlar telefonni ko'taryapti, na hokim ko'taryapti, na hokimning yordamchisi ko'taryapti. Hech kim telefonni ko'tarmayapti. Men yo bir 40% boshqa odamni topib turib, uni pulini chiqara olmayman. Chunki do'lada o'tiribdi hokim. Hokimda o'sha jiyanini timsolida o'tiribdi. Agar bu oddiy restoranda yoki bitta qanaqadir bir tijoriy manfaat, faqat tijoriy manfaatli bir loyiha bo'lganda bunchalik kuyikmasdim. Bu to'la to'kis millat bolasini, millatning salomatligi uchun, kelajagi uchun xizmat qiladigan loyihani to'la to'kis barbod qildi-da. Faqatgina pulni o'yladi, pulni. Anuncha tikdim, manuncha tikdim, anuncha tikdim. Men tushunyapman, lekin men undan katta hayhotli korxonani qurib ber deb so'raganim yo'q. Agar boshida shunaqa kelishuv bo'lsa, men unday qurib beraman, ichida hamma narsasini o'zing qilasan, menga 5 ming to'laysan deganda men rozi bo'lmasdim. Bu o'zini ko'rsatish uchun, o'zini manfaatini o'ylab qurgan buni. Ko'proq pul topish uchun qurgan buni. Xullas, ishlar jiddiy tus oladi. Quvasoy shahar hokimining maqsadi shunchaki pul topar bir loyihani turklardan tortib olib, o'ziniki qilish bo'lgani tobora aniqlashib boradi. Ishlar deyarli 90% ga yetgan paytda loyiha ishtirokchilari aytishicha, mahalliy amaldorlarga yaqin shaxslar tomonidan turkiyalik menejerlarga bosim o'tkazila boshlangan. Shundan so'ng loyiha mualliflari, ya'ni turkiyalik ikki ishbilarmon va Muazzam Ibrahimova bir chetda qolib ketishadi. Hokimlikka yaqin bo'lgan shaxslar deyarli qurib bitkazilgan korxonani egallab olishadi. Ular firmaning avvaliga Turan Catering International nomini Garden Catering Trade deb o'zgartirib olishadi. Turkiyada investor topdikda firmaga Adam Yildirim ismli kishini keltirishadi. Keltirilgan hujjatlarda Yildirim Adamning Turkiyada biznesmen ekani va uning Garden Catering firmasiga naq 5 million dollar sarmoya kiritgani aytiladi. Turkiyadagi ishbilarmonlar doirasida ancha-muncha tanish va do'stlari bo'lgan Muazzam Ibrahimova Yildirim haqida ma'lumotlarni surishtiradi Turkiyada. Qarangki, O'zbekistonga 5 million dollar investitsiya ko'tarib olib kelgani aytilayotgan Yildirim Adam haqida o'sha Turkiyada bir qator ham so'z topilmaydi. Agar u turkiyalik investor bo'lsa, odatda Turkiyada ro'yxatdan o'tgan kompaniyasi bo'ladi. Uning kompaniyasi Turkiyadagi Turk kompaniyalari reyestrida chiqadi. Turkiya savdo reyestri gazetasida ta'sis va kapitali haqida ma'lumotlari ham yozilgan bo'lishi kerak. 5 million dollar O'zbekistonga sarmoya kiritgan Yildirimning esa hattoki soliq raqami ham topilmaydi. Umuman, internet olamida Adam Yildirim degan odam haqida hech qanday iz chiqmaydi. 2024-yil iyul oyida Farg'ona viloyati hokimi Xayrulla Bozorov Quvasoyda Garden Catering MCJ tomonidan zamonaviy catering korxonasi ochilganini rasmiy ravishda e'lon qiladi. Albatta, bu paytga kelib bu firmaning rahbari ham, ta'sischisi ham o'zgarib ketgan edi. Ushbu firmada endi rahbar viloyat hokimining qarindoshi Iqboljon Bozorov, ta'sischi esa turkiyalik qo'shtirnoq ichidagi millioner Adam Yildirim edi. Korxona ishga tushgani haqida viloyat hokimining Facebookdagi sahifasida e'lon qilingach, o'sha postning tagida turkiyalik Medeni Jo'shqin tomonidan o'ta keskin izohlar qoldiriladi. Turkiyalik Jo'shqinning izohini o'qib ko'ramiz. Farg'ona hokimi, siz shahar hokimisiz. Biz sizga boshqa davlatdan ishondik. Biz keldik, sarmoya kiritdik. Uyat sizga. Siz yolg'onchi va o'g'rilar bilan yuribsiz. Siz bir marta ham o'zingizga savol bermadingizmi? Bu nima? Biz sizga aka-ukadek ishongan edik. Attang. Bu loyiha ochiqchasiga o'g'irlab olindi. Siz bizni ushbu loyihani amalga oshirishga majbur qildingiz. Biz 1 yil davomida qattiq mehnat qildik. Katta mablag' sarfladik. Keyin esa yoningizdagi mafiyachi bilan shartnoma tuzib, loyihani bizdan tortib oldingiz. Farg'onaga yuk mashinalari kelib turgan paytda ham bizga qarshi fitna uyushtirdingiz.
Siz bog' yaratdingiz. Kichik bog'ingizda sizga baxt tilayman. Sizga o'xshaganlar bizdan va yurtimizdan, Turkiyadan, Farg'ona va Quvasoy hokimlaridan uzoqlashsin. Yurtimizga kelmang. Siz Turon nomiga loyiq emassiz. Siz ochiqchasiga shunday dedingiz. Bolalar ovqatidan go'sht yoki sabzavot o'g'irlamasang O'zbekistonda pul topib bo'lmaydi. Siz o'g'irlik qilish kerakligini aytdingiz. Bu ishni uddalay olmasligingizni tan oldingiz. Bizga tahdid qildingiz va loyihani qasddan yiqitdingiz. Endi so'rayman, bizdan loyihani o'g'irladingiz. Navbat bolalarning ovqatiga keldimi? Audio yozuvlarni ham e'lon qilishimiz kerakmi? Quvasoy hokimi Zafar Bey bilan o'tgan Zoom yig'ilishlarining yozuvlarini ham oshkor qilishimiz kerakmi? Sizning va'dalaringiz qayerda qoldi? Bizga qanday yolg'on gapirdingiz? Bu ishlar orqali bizga 850 ming dollar zarar yetkazdingiz. Farg'onada bolalarning ovqatdan ommaviy zaharlanishi qayd etilgandan so'ng loyiha muallifi Muazzam Ibragimova prezident nomiga ochiq murojaat yo'lladi. U o'zini bolalar ovqatini tayyorlashga qaratilgan Turan Catering loyihasi asoschisi sifatida tanishtirar ekan, bolalar oziqlanishi xavfsizligi masalasini davlat darajasida ko'rib chiqilishini so'raydi. Murojaatda ta'kidlanishicha, bolalar ovqatlanishi sohasida sanitar nazorat, ilmiy yondashuv va xavfsizlik mexanizmlari yetarli emas. Ibragimova buni alohida hudud muammosi emas, balki milliy salomatchilikka daxldor strategik masala deb ataydi. U shuningdek o'zining loyihasi keyinchalik undan olib qo'yilgani va uning o'rnida Garden Catering Trade MCJ tashkil etilganini ham aytadi. Shu bilan birga kompaniya faoliyatiga jalb qilingan ayrim investorlarning haqiqiy biznes faoliyati mavjudligi Turkiya reyestrlarida tasdiqlanmaganini bildirgan. Muazzam Ibragimova prezidentga o'zining mana shu takliflarini bildiradi. Bolalar oziqlanishi bo'yicha milliy xavfsizlik konsepsiyasini qabul qilish, barcha catering kompaniyalarini mustaqil sanitar auditdan o'tkazish, nutritsion nazorat va raqamli monitoring tizimini joriy etish, bolalar nutritsiyasi bo'yicha milliy standart va kodeks ishlab chiqish. Bolalar taomi bu kim xohlasa o'zlashtiradigan byudjet emas, bu millat immuniteti deya ta'kidlagan o'z murojaatida farg'onalik Muazzam Ibragimova. Rasmiy organlar hozircha Farg'onadagi zaharlanish sabablari bo'yicha yakuniy xulosa bermagan. Biroq jamoatchilikda asosiy savollar tug'ilib bo'lgan. Ya'ni bolalar ovqati kabi nozik sohada qarorlar qanday qabul qilinadi? Kim javob beradi va nega oldin aytilgan ogohlantirishlar eshitilmagan? Albatta Farg'onada kecha ovqatdan zaharlangan bolalar uchun bu savollar muhim emas. Ular uchun faqat bitta narsa muhim. Ovqat xavfsiz bo'lishi kerak. Farg'onada kecha zaharlangan bolalar uchun qaysi kompaniya g'olib bo'lgani, kim chetlatilgani yoki qaysi nom qolgani ham ahamiyatsiz. Achinarli tomoni shundaki, bolalar ovqati kabi nozik va hayotiy muhim sohada qarorlar ochiq emas, javobgarlik esa tarqoq holda qolmoqda. Agar bu tizim har safar alohida holat bilan oqlansa, navbatdagi bolalar zaharlanadigan hudud faqat vaqt masalasiga aylanadi. Bu voqea endilikda sanitariya haqida emas, bu boshqaruv haqida, davlat va uning amaldorlarining kelajak avlodga bo'lgan munosabat haqida, korrupsiyaning yengib bo'lmas kuch darajasiga kelgani haqida. Bolalar ovqati biznesga, biznes esa yopiq kelishuvlarga aylangan joyda xavf qochib ketmaydi, u to'planadi. Va u har safar shifoxona palatasida namoyon bo'ladi. Agar bu zanjir bugun uzilmasa, ertaga nechta bo'ladi degan savol emas, nega avval to'xtatilmadi bu degan savolga javob izlashga to'g'ri kelib qoladi. Ko'rsatuv so'ngida men Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorovga murojaat qilmoqchiman. Janob hokim, Farg'onada korrupsiya haqida odamlar bugun pichirlab gapirmay qo'ygan. Bu haqda farg'onaliklar bugun baralla ko'cha-kuyda gapirishmoqda. Bugun bu haqda ochiq aytishga asos bor, chunki gap navbatdagi yer, navbatdagi tender yoki navbatdagi byudjet mablag'i haqida emas. Gap bolalar ovqati, bolalar salomatligi haqida ketyapti. Siz rahbarlik qilayotgan Farg'onada bolalar zaharlandi. Ularga ovqat yetkazib bergan firma Garden Catering Trade MCJ. Jamoatchilik esa tabiiy savol beryapti. Bu firma qanday qilib sizning qarindoshingizga rahbar bo'lgan korxonaga aylanib qoldi? Bu tasodifmi yoki
Yana bir savol ochiq qolyapti. Firmaning ta'sischilaridan biri sifatida ko'rsatilgan turkiyalik Adam Yildirim degan shaxs haqiqatan ham sarmoyadormi? Agar u sarmoyador bo'lmasa, u olib kelgan pullar qayerdan? Bu mablag'lar kimniki? Nega Farg'onaga 5 million dollar sarmoya kiritgani aytilgan biznesmen haqida uning vatanidagi reyestrlarda hech qanday ma'lumot yo'q? Mabodo firma rahbari bo'lgan qarindoshingiz o'z mablag'larini turk sarmoyasi sifatida kiritmayaptimi? Bu savol tuhmat emas, bu jamoatchilikni qiziqtirayotgan masala va u javob talab qiladi. Agar bu savollarga aniq, ochiq va hujjatli javob berilmasa, odamlar boshqa xulosa chiqaradi. Chunki Farg'onada korrupsiyaga oid shubhalar so'z emas, faktlar bilan to'planib bo'lgan. Va afsuski, bu faktlar har safar shifoxona palatasida yotgan bolalar, onalar bilan tasdiqlanyapti. Siz hokimsiz, javobgar ham sizsiz. Shuning uchun bu masalaga nuqta qo'yish ham sizning burchingiz, ham mas'uliyatingizga tegishli.